Yaratgan kuzatar zimdan. Gunoh qilarkanmiz har kun bo'yi. Sabobimiz oyda bir bo'lsa bo'ladi yilda bir. Gunohlar tog'dek qalashganida savoblar tariqdek bo'larmish. Gunoh shoshilib gapirgan gapimiz, bismilloh demasdan ichgan oshimiz, kattani sen deya kichikni turtkilab bezdirishimiz, singilga bemehr, ukaga beqadr ekanligimiz, onaizorimizni yo'limizga ko'z tiktirganimiz, padarimiz dilini og'ritganimiz, farzandlarni nojo'ya qarg'ashlarimiz, shu tariqa davom etar sanashlarimiz. Biroq bu hali holvasi. Yana qancha gunohlarni bir kunning o'zida kiyimdek kiyaveramiz. Yoqmay qolsa uni yechib, yangisini sotib olib, kiyishda yana davom etaveramiz. Savoblarchi? Yo'q. Hali bitta savob haqida ayting. Kulib turib beparvogina, bugun onamni ko'rgani 4 ta non olib bordim deb qo'ya qolasiz. Keyin yana salki bir havoni ham aralashtirib, haya, qo'llariga 5000 ham berdim deysiz. Ammo sho'rlik onaizorning 5000 tunni tonga ulaganichi. Bu onaning savobi asli. Sizniki emas. Siznikining oti boshqa. Burch, farz, qarz. Siznikining oti ko'p. Yo'q, savob emas. Savobni uyingizdan qidirmang. Bundan faqat burchlar, qarzlarning to'lovi kelib chiqadi. Yaxshisi ko'chaga chiqing, atrofga qarang, sinib yotgan shishaning sinig'ini chetroqqa qo'ying. Shunisi sizning birinchi savobingiz bo'lgan bo'ladi. Bir kuningiz o'tdi bitta savobdan. Ikkinchisini o'zingiz toping. Uzoq o'ylab o'tirmang. Unda u minnatga aylanib ketadi. Minnatdan qoching. U gunohning poydevori degani. Savob qiling, shukr qiling savobli ishga yetkazganiga. Savobingiz iloyim mo'l bo'lsin, ko'l bo'lsin, ketidan ketmas bir davlat ham bersin. Salomat bo'ling, iloyim savobli bo'ling.